Assalomu alaykum akalar. Yaxshimisizlar, do'stlar? Akalar, mana shu ikki qizil to'sh sotiladi, tayyor juft ishlab turgan kaptarlar. Narxi $600. Kaptar Andijon Oltinko'lda hozirda. O'zi asli kelib chiqishi Ilhomjon aka bor, andijonlik. Qizil to'sh boqadigan. O'sha akani kaptarlaridan. Hozir kaptarlar Abdulatovda. Ilhomjon akadan chiqqan qushlar. Mana shu ikkalasi tayyor. Buni bitta bolasi ham $200 $250 ga sotilgan, birinchi bolasi. Keyin mana ikkovsi bor. Bular $300 deyapti. Bular ham tayyor, kelib ustida ko'rib gaplashib olmayveradi. Qizil to'sh istab yurganlar bo'lsa, unaqa yoshi katta emas, 2 yashar bu yoqda kaptarlar. Даже 1 yashar ham bo'lishi mumkin. Rasa bo'lsa 2 yashar, bo'lsa 1 yashar. Bunaqalik 3-4 yil, 5 yil, 5-6 yilga emas. Yosh kaptarlar. Narigi moda menimcha shu bir sezon ishladi, ikkinchi sezon endi boshlanyapti. Kelmaydi, bitta oq moda bor, 3 million narxi. Bu Asaka Qoratepalik Avazbek akani zotlaridan. Avazbek akani bilasizlar, eng zo'rlarni baqadi. Asakalar bo'lsa taniydi, andijonlar ham taniydi, chunki oq baqish farolatdan tanilgan. Kelmaydi, bitta oq bosh nar bor, u ham sotiladi, uchadigan bu. Uchadigan sifatdan bor. O narigi modani ham bemalol ko'rib. Akalar, assalomu alaykum. Bizimizlar Asaka kalodlari, xudo xolasa. Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab, xudo xolasa xizmatlarga aloqa chiqarsa. Unab beramiz. Hozir. Tugatdik, xudo xolasa. Bu deyman xotlishiga, bunisi ochko'si, maytdan o'ta tushib ketadi keyin. O'ta go'zal. Akalar, assalomu alaykum. Sizlar kalos o'rnatyapsiz, Asaka. Yo'q, Sharxonlaringizmi? Sharxon. Bo'laveradimi aka, ko'ringchi? To'g'onlarni qo'yib ketsiz. Bo'ldi, to'g'onlar. Xullas, men yoqdan chiqib tushdi. Bu yoqqa yurib qani. Aşağı varganingiz. Ha? Varganingizni. Hali xomg'ish bor o'shani o'zi. Bo'ldi, marhamda o'zimda o'tiribdi, qarang. Mana aka, moshina. Qo'lan sig'madi. Zamonlar ham cho'tga ekan. Lekin men ichi surib qo'yaman loyin. Qanaqa surib qo'yasiz? Botmaslikka. Buni tagi boshqa bordimi? Hali singa butun. Tugatdik, xudo xolasa. Bu deyman xottishiga, bunisi ochko'si, maytdan o'ta tushib ketadi keyin.